Ko'pchilik kommentariyalarda savol berdi. Gidroponikaning chorva hayvonlarga nima foydasi bor deb. Gidroponika oqsil va vitaminlarga boy tabiiy mahsulot hisoblanadi. Bu immunitetini oshirib beradi. Hayvonlari boquvdagi mollari go'shtini sifatli yumshoq qilib beradi, tez semirtiradi. Sut yo'nalishidagi sigirlarni sut mahsulotligini 20% gacha oshirib beradi. Agar to'g'ri ratsion bo'yicha berilsa. Ko'pchilik negativ fikrlar ham bor gidroponika bo'yicha. Ichini o'tkazib yuboradi, foydasi yo'q, molni ozitvoradi deb ko'p yozishgan. Bu to'g'ri. Qachonki gidroponika noto'g'ri berilsa, ichi o'tib ketadi molni, ozib ketadi, yana boshqa nojo'ya ta'sirlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun gidroponikani ratsion bo'yicha berishni tavsiya qilamiz. Keyingi videolarda qaysi hayvonga qanday tartibda berilishini aytib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom eting.